Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana men o'zi Farg'ona viloyati Bog'dod tumani shu Begobod mahalla fuqaroligini Begobod qishlog'ida katta bo'lganman tug'ilib. Mana hozir bizni Bog'dod tumanimizda juda katta loyiha amalga oshyapti. Most qurilishi bo'lyapti. Shu mostni tagida mana shu atroflarda o'ynab katta bo'lganmiz o'zimiz yoshligimizdan. Hozir mana qurilish jarayonlarini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qurilish jarayonlari bu juda katta ish bo'lyapti. Texnikalar hozir mana tushlik payti bo'lib qolganligi uchun hamma ishchilarimiz ishdan sekin chiqishyapti ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz, charchamayapsizlarmi? Ha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizniki qayerdan? Jizzaxdan. Ha, yaxshi. Bu akalarniki sizniki Rishtondan ekan. Mana bak Xorazmdan ekansiz. Xorazmdan, mana Buxorodan akamiz. Ismingiz nima aka? Azim. Ha, Azim aka. Va o'zimizdan ekan, shu yerdan aka, Bog'doddan. Bog'dod, Xorazmdan aka. Charchamanglar, sog' bo'linglar. O'sha qancha bu Xorazmdan, mana Buxorodan, bag'am mana Xorazmdan ekan. Surxondaryo, Jizzax, ha, Jizzaxdanman deyishdi. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Qanaqa xizmat bo'lsa, mana Alisher biladimi, nomerimda shu yerdaman. Kelib shu yerdamiz, biz ham xizmatdamiz. Etsalaring nima kamchilik bo'lsa, qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida qilamiz. Zerikish yo'qmi ish qilib? Yaxshi, zo'r. Meni eng yaqin o'rtoqlarim Buxoro, Navoiydan-da, Xorazmdan hamma zo'r bolalar. Hech qaysidan bir nima ko'rmay borsak, bir qadrdon bo'lib ketganmiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar hammalaring. Ishlar zo'r, yaxshi ketyapti ekan. Xizmat Alisher otim, qanaqa xizmat bo'lsa, shu yerdamiz. Nima qilaverasizlar, aytaverasizlar. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Bu tarafda ham boshqa ishlashyaptimi tomonda Jizzaxliklar brigada. Ha, yaxshi. Zo'r ish qattiq ketyapti ekan. Salomat bo'linglar. Mana endi shu qurilish jarayonini vaqti bilan berib boramiz. Ancha katta ishlar bo'lib, ancha qurilishlar bo'lib qolibdi. Salomat bo'linglar. Bog'dod uchun bu umuman faqat Bog'dod emas, bu vodiy uchun, respublika uchun juda katta loyiha. Haydovchilarimizga ham aholiga juda katta qulay sharoitlar yaratiladi. Xudo xolasa bu bitsa. Salomat bo'linglar.